bir so'm pul sarflamasdan suv isitish texnologiyasi. Maktab, bog'cha, masjid, gostinitsalar, oshxonalar qayda qaynoq suvga pul to'lab yurgan bo'lsangiz, issiq suvga endi shart emas, tekinga yo'li bor. Bu narsa quyosh suv isitgichi, ishlashi juda ham qiziq ekan. Qaranglar. Ichida mis trubkasi bor, ha? Buning ichida freon gaz yuradi. O'sha gaz quyosh nurida harakatlanib, mana boylarning ichiga kirib turar ekan, mana shu joydan kirib qaynatib beradi suvni. Bu naporli tizim, ya'ni davleniya bilan suv beradi. Bunisi kollektor. Yopiq sistemalarga mana shular zo'r ketadi. Xo'p, mana bu xonadonlarga, libojaga bu ham ketaveradi. Masjidga o'rnatganimiz bor. Ko'rib turibsizlar, gradus 65-70 gradusgacha suv beryapti, issiq suvni. Xo'p, bu to'g'ridan to'g'ri quyosh nurini hisobidan suv isiydi, gazsiz. Xo'p, buni narxi qanchadan bo'lyapti? 4,5 millionmi? 4,5 million. Donaga 4,5 million. Polni nержавейка hamma yog'i. Optimda kelishtirib beramiz, dillerga yana ham kelishtirib beramiz. Butun viloyatdan dillerlar kerak. Pastda raqam qoldiryapmiz, aloqaga chiqinglar. Bunisini qancha qilib beramiz? 8 million 300. Bunisini-chi? 5 million 380 ming. Oldinlari gazdan foydalanib suv isitilgan, hozir mana ikkita quyosh suv isitgichini qo'yilgan, tomdagi gradus 99-91 gradus. Pashta qaynoq suv tomda turibdi. Hop. Sistemaga shunday mana issiq suv kirishi, sovuq suv chiqishini qo'shib qo'yishibdi quyoshga. Hozir pastda 70 gradus suv haydayapti. Xo'p, tahoratxonada hozir sovuq suvni uzib, to'g'ridan to'g'ri issiq suvni o'zini ochib qo'yganmiz. Hop, par sezilyaptimi sizlarga? Hozir ko'cha ham issiqda, tashqari ham. Xullas bir 70 gradusli qo'lni kuydiradigan suv, issiq suv tushyapti bundan.